yuzimni nurli bo'lishini istayman deydigan azizalarim, yaqinroq keling. O'zim juda ham ko'p marta foydalangan bitta amaliy praktikam bilan bo'linaman. Bilasiz, biz har qanday ilohiy kuchni, sog'likni, quvvatni, ilmni, hamma narsani Allohning go'zal 99 ismi sifati bilan to'g'ri so'raganimizda ular biz bilan bo'ladi. Keling, men sizga ajoyib bir praktikani beraman. Payshanbadan jumaga o'tar kechasi albatta yarim tunda turib 2 rakat tavba namozi va tahajjud namozini o'qing va Allohning go'zal 99 ismi bilan sifatlangan An-Nur ism sifatlarini 100 marotaba takrorlang va albatta 7 marta Fotiha surasini suvga o'qib ichishni ham unutmang va duoni ketida shunday deb duo qilib qo'ying. Allohim, qalbimga kenglik bergin, yuzimga, ko'zimga nur ato etgin, ishlarimda oson qilgin deb so'rab qo'yishni ham unutmang. Agar sizga ushbu duolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib keting va o'z yaqinlaringizga ham